biza future simple mavzuyimizni boshladik. Kelasi oddiy zamon. Buni strukturasiga keladigan bo'lsak, subject plus will plus verb plus object. Misol tuzadigan bo'lsak, I will buy a car in the future. Men kelajakda mashina sotib olaman. Bu darak gap bo'ldi. Endi negativ gapga keladigan bo'lsak, subject plus will plus not plus verb plus object. Misol uchun, I will not go to the cinema. Men kinoga bormayman. Bu inkor gap. Xo'p, keyingisi so'roq gapga tuzadigan bo'lsak, will plus subject plus verb plus object. Will you join us? Siz bizgasizmi degan misol bilan so'roq gapga misol qo'shsak bo'ladi. Endi buni qachon va qayerda ishlashiga keladigan bo'lsak, when and where do we use it? Qachon va qayerda ishlatamiz? Birinchi hol, kelajakda sodir bo'ladigan ish-harakatlarga ishlatamiz. Misol uchun, I will go to the cinema tomorrow. Men ertaga kinoga boraman. Ikkinchi holat, hozirgina to'satdan qabul qilingan qarorlar uchun ishlatamiz. Qarorlar bilan I have a toothache. I will see a doctor tomorrow. Mening tishim og'riyapti. Ertaga shifokor oldiga boraman. Aniq borish tasvirlangan. Harakatlar ketma-ketligi. They will come to Tashkent. Then we will visit our aunts. Ular Toshkentga kelishadi, keyin biz xolamizni ko'rishga boramiz. Bu uchinchi holga kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi uni kalit so'zlari, ya'ni keywords. Tomorrow, ertaga. Soon, tez orada. Next week, keyingi hafta. Next year, keyingi yil. Next time, keyingi safar. In the future, kelajakda. Ushbu asosiy keywords, ya'ni kalit so'zlar